Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz 16-chi, 17-chi, 18-chi qism darsimizda barliq loopning turlarini so'zlab bo'ldik tafsiliy. Ular masalan while loop hamda aylanma deb oldim. Bak tarjimasiga islom sanglam bo'ldi. Shu loopni ham uyg'urcha qilish to'g'ri kelgach men aylanma deb oldim. While loop, do while loop, undan keyin for loop. Shu 3 loopning ishlatishini tafsiliy so'zladim. Hamda biz mushning amaliy misol bu darsda, ya'ni 19-chi qismlik darsimizda mushu loopning qanday amaliy ishlatishiligi va bir xizmat izlagan chaqda shularning interview question yoki yuzran imtihonning qanday oladi, mushu loopning ishlatishiligi to'g'risida bir qancha amaliy misol bilan so'zlab o'taman. Hamda uni hammasini so'zlashdan burun tunjisi ulab mushu for loopning ichida mushu for loop ishlatishiligi eng yuqori. Odatda keyin esqib qolsangiz, agar ishlatib qolsangiz, ko'pincha hollarda 90% shu for loop ishlatishingiz mumkin. Loop ishlatib qolsangiz. Bu while loop bilan do while loop intayin oz ishlatildi. Hamda uni lekin bilmsangiz bo'lmaydi, shunga uni so'zlab o'tdim. Hamda men yana bir tilga olib o'tmoqchi o'g'lim. For each loop deb yana birisi bor. Ikki loopning ichiga loop ilish. For loopning ichiga qanda yana loop ilish. Buni shuni bilan boshlaylik. Bugun 17-kuni kod yozganman, shunaqa. Lekin 19-chi dars bu. Agar loopni tushunmagan bo'lsanglar, shu 16, 17, 18-chi darsni bir qayta ko'ringlar. Undan keyin masalan ba'zanlar scanner class, scanner to'g'ri so'zlaganda scanner ism qo'ysam, masalan in deb ism qo'yib qo'ysam, shuni so'rabsizlar, nima in deb qo'yamiz deb. Bir narsa bilmasanglar, qaysi darsni so'zlagan bo'lsam, shuni ham bir qayta ko'ringlar. Men shuni tafsiliy so'zlagan. Unda esa eng avval qanday amaliy misol bo'lgandan keyin men bunga amaliy misolni so'zlay. Masalan, bu interview ya'ni yuzran imtihonlarda agar siz Java bilmaydigan bo'lsangiz, Javadan olgan bo'lsa, bu so'rash ehtimolli yuqoriroq bir savol bor. Masalan, misol birday birinchi misol. Sizdan nima deb so'raydi desanglar? Masalan, birinchi qatorga bir yulduz, ikkinchi qatorga 2 yulduz, 3-chi qurda, endi qator desam qator shunaqa ma'lum. 3-chi qurda 3 yulduz, 4-chi qurda 4 yulduz. Hamda 5 yoki hamda qancha desa shu savol bog'liq bo'ldi. Ya 10-chi deydi, ya 20-chi deydi. U muhim emas, chunki biz shu loop orqali ham uni amalga oshira olamiz. Osallam. Mushni biz chiqirib beradi. Ya menda qarasang 3 bilan shakl shunday, qarag'ayning yerimi. Har xil shakl besib chiqaradi deydi, lekin mushu eng ko'p uchraydigan birisi. Yoki mening teatrni, ya'ni avval 5, undan keyin 4, undan keyin 3 shaklda, yoki mushu bo'yicha, men qarasang bir bayroqqa o'xshaydigan ham 3 bilan. Mushini chiqarib beradi deydi. Ham buni talant egalari bo'lib qolsa, talant egalari degani darjin tashqi talant egalari bor aramizda. Masalan, menda chiqaradi. 5 o'g'andan keyin unda talant egalari men ko'rgan, hayron qolganman. Manda chiqdi. Masalan, meni ma'qulsam men chiqdi shunaqa. Ammo intervyuda yuzran imtihonda manda chiqarib qolsangiz, sizni olmaydi. Ham elishimi mumkin, men hozir unda demayman, keyin menga hisoblamanglar. Manda chiqasa olmaydi. Ularning so'rag'ini bu emas. Ular sizdan loop ishlatib olamdi deb so'ramoqchi. Bunda chiqarib bersangiz, ular tanlamaslik mumkin. Lekin hamda talant egalari ham chiqirdi, buni ham normalda bunda chiqarsak bo'lmaydi. Ham normal qanday chiqiramiz desak, buningda loop ishlatamiz. Ya'ni men deyotgan for each loop yoki loopning ichida loop bor.
Buni qanday qilamiz desak, for loopning qanday sintaksi qanday? Sintaksini yozamiz. Int. Çünkü island emasmi bu, tekrarlandı, island. Iteration deydi İngilizce. Mavo neçeden başlandı desanglar? Biz mayanga birini qaranglar. Bunun logikasi manda. Ma qurg'a bir loop ishlatamiz. Har bir qurg'a bir loop, ma qurg'a bir loop ishlatamiz. Tik qurg'a. Ma yan to'qur bilan tik qurg'a birdan qanda loop ishlatamiz. Shuning bilan bu shakl chiqadi. Bunun logikasi shu. Neçeden başlayamiz desanglar? 5 qur deb turaylik. Yoki 6 qur deymi? 6 qur. Yoki bo'lmasa 10 qurlam deydi bo'pti. 10 qur desanglar, mana 5 chiqarib olmaydi, 10 qur. 0 0'dan başlaydı birincisini. Çünkü indeks 0'dan başlanğaçqa 10. 10-cu qur olğandikə qanda 10 qur olğandikə 10-ğıç olurdu. Mana 0'dan başlanğandikə, 10-ğıç oldu, 10'dan keyin toxtaydı o deməkçə. Ondan keyin increment. Increment ma for loop'un indeksi şunaqo, nima sintaksi. Ama şu for loop'un içine yana bir for loop yazmış. For each loop degan şu. Bu ne hem de? J deb qo'yay. Ko'pincha J deb qo'ydi. Bu ism muhim emas dedim qo'y qarindoshlar. Masalan, men bu yerga T deb qo'ysam, nimish T-do deb o'ylab ketgansiz ba'zanlar. Ism nim bo'lsa bo'laverdi. Muhim emas, nim tangligining. Soliq ma'lumoti bilan keyin qanday ismi. Bu 0 dan başlanışı shunaqa. Endi diqqat qiladigan nuqta, bu J nega cho'lak qilish kerak? Buning qursonidan qanday ishib ketmaslik kerak. Chunki qarsanglar, mana bu 1 qor, 2 qor, 3 qor, 4 qor, 5 qor. Yan to'qur shunaqa tik qurchi 1 2 3 4 5. O'xshash demakchi. İşib ketmesi kerak. Şuna J kichik yakdan qanda I. Ayg'ichi bo'ldi demakchi, qimmat elish doirasi. Ondan keyin bu J mi qanday qildi? Increment. Loopning ichida looppa. Endi qanday qilamiz? Diqqat qilinglar. Miyaga biz yazmoqchi bo'lgan yulduzni qo'yamiz. Balki men yulduzni ism yozishim mumkin, bir ismni ayda qilib deb. Avval men shu yulduzni qilib ko'rsatib qo'yay sizga. Chopisholmaslik uchun yulduzlarninki bir bo'shliq qo'yib qo'yamiz. Ondan keyin har bir tik qurning chopisholmaslik uchun miyaga bir qanday quratlatimiz miyaga. Quratlat demekçi bu. Yani ma'ning sirtiga bir quratlatimiz. Sirtidagi for loopga. Endi ma'ni mang'usak hammamiz tik bo'lib ketdi. Nimishqa? Chunki men ma'ni print line qilib qo'ydim. Print line olsa quratlab ketadi. Qaranglarmiz, quratlab ketadi. Quratlatmaslik uchun qanday? Print line qilsak quratlamaydi demekçi. Endi mana 10 quramiz, 10 mana degandek chiqdi. Shu 10 olib qolsa, balki ko'rib bo'lolmasak 5 dan deb qo'yay. Ma'qulay, mana. Aniq bo'ldi-ku mana. Ma shakl chiqdi. Endi mushni qanday masalan Osmonjon bo'lsa, Osmonjon almashtirsak yulduz belgisini. Osmonjon manda chiqdi. Mushu loopdan mundab aylanamiz. Mana qanda qavat shaklda chiqargan, ya'ni bir ismi yoki ism shakli deb o'ylasam bo'ldi. Mana bu birinchi savol. Birinchi misol. Men loopdan foydalanib ishlaganman. Ikkinchi misol. Bir tekstni
ta'turisini besib chiqarib berish. Buni so'rash mumkin sizlardan. Buni reverse deydi. İngilizce. Reverse. Mesela men kim bo'lib qolsa, buning ta'turisi nima bo'ldi? Men kimning ta'turisi? Mik. Ta'turga qo'yamiz, mik nem. Mana ta'turisini besib chiqarib turgan demakchi. Mushuni so'rash mumkin. Buni qanday qilmaymiz deganda? Bunun saliq ma'lumot tipi nima? String. Shunaqa bir text bu. Shunga eng avval string dan birini quramiz. Bu stringga nima deb berib olamiz desanglar? Shu inglizcha o'ynaganlar reverse deydi. Xohlagan ism qo'ysang bo'lardi. Ta'tur deb qo'ya bo'ldi uyg'urchalashtirib bilan. Ba'zanlar shuni qabul qilgan bo'lmaydi ekan. Nima ish shunday bo'ldi deb. Demak, o'g'ni masalan men menga reverse berib qo'ysam, bu xuddi o'zgarmas qonuniyatda qabul qilib olgansizlar, men boshqacha berib qo'ysam, o'zgartirib qo'ysam ham nima ish shunday oldi deb turib olgansizlar. Menga men qanday bir ta'tur deb qo'yib qo'ydim. Bu ta'turni qanday keyin ishiltma. Masalan, bir text dey, qolganchasini yozib. Salom dunyo. Men keldim. Shunaqa bir text qo'y bu. Mushuni ta'turchilar besib chiqarib berman. Mushuning ta'turini qanday qilma? Bir null deymiz. Hech qanday qimmat vermayman, qurib qo'yma. Keyin ishiltma buni. Mush ta'turi, mushuning ta'tur besib chiqardi. Ham buni qanday ishiltma etsanglar? Loopdan foydalanib. Diqqat qilinglar. For loop. Chunki for loopning ishiltishanligidan yuqori dedim-ku. Oson, buni turlantirmak o'ng'ay. Nimadan boshlaydi desanglar? Bu ta'tur olgan degan diqqat qilinglar. Bu ta'tur, ya'ni bu salom dunyo men keldim degan bu tekstning s degan 0 indeks shunaqa. Bir emas 0 diqqat qilinglar. 0 go. Ammo ta'turda bu cho'qim eng oxir bo'lish kerak. Logikasi diqqat qilinglar. Logik bak muhim. Salom dunyo men keldimdagi eng oxirgi indekschi. Bu eng oxirgi indeksni qanday topamiz? String qanday length metodidan foydalanib topamiz. Shunaqa. Mushning eng oxirgi metodi, ya'ni asl tekstning eng oxirgi harfi ta'tur tekstning birinchi harfi bo'lish kerak. Shunaqa. Shunga int ta'turi intni takrorlatganda, iterate qilgancha qanday qilamiz? Nimadan boshlaymiz deganda? Eng mushundan boshlash kerak. Buni qanday topamiz desanglar? Bu tekstninki qanday? Length. O'rgandik-ku buni. Length ham mushning eng oxirgi harfini topamiz. Mush orqali, length orqali eng oxirgi harfni topamiz. Ammo bu text qanday eng oxirini topgan bilan bu indeks 0 dan boshlangachqa, masalan, s 0 bo'lgachqa, 0 indeks bo'lgachqa, bu lengthni birini elitimiz. Chunki bu bir kam chiqadi. Nima, bir ortiq chiqadi length. Chunki lengthda 0 dan boshlangancha, ammo asli buning s qanday 0 dan boshlaydi. Tushundingizmi? Birini elitimiz. Toki qanday nakagacha 0 indeksgacha. 0 dan cho'ngakdan. Ay 0 gacha demakchi. Endi bu qanday? Bu decrement oldu. Ay decrement oldu. Ta'turisidan boshlab keladi demakchi. Masalan, bu salom dunyo bog'i. Tushunmagan bo'lsanglar, text length desam, buni men qo'shsam 23 harfkan qo'y, shunaqa. 23. Ammo mening 23-harfi, masalan 23-harfini besib chiqaraymi? 23-harfi nima ekan mana? Qoida bo'yicha m bo'lish kerak. Ammo char atdan foydalanib chiqaramizmi? 23 harfini besib chiqarish uchun. Exception, xatolik tashlab oldi. Qanday? Nima deb tashlaydi desanglar? Index out of range deydi. Ya'ni index ishib ketdi asligidan demakchi. Chunki bu asli biz besib chiqqan 0 dan boshlandi, ammo length 0 dan boshlanmay 1 dan boshlanib ko'rsatkichga biz 1 ni elitimiz lengthdan. Tushundingizmi?
Yani 22 bo'lish kerak. 22 yani ondan keyin m bo'ladi. Mana m. 23 deb qo'ysak, shunga men menda birini ilib borman. Logikasi shu. Buning logikasi bak muhim. Eng avval logikasini tushunamiz. Andan keyin qanda mush ta'turga diqqat qilinglar. Qanday qilaman? Ta'turni qo'shib birman. Ash tekstninki char atdan qanda oydin. Ma char at nimadan boshlandi? Oydin boshlandi. Oy nechiga teng? Langsni 1 elvatgan tengdan boshlandi. O 22-chi elementi. 20 ma bu 22-chi indeks ma shu. Shunga birinchi ulab ma nim bo'ldi? Ma ta'turda ishim yo'q shunaqa. Ma ta'turda nim bor? Ishim yo'q. Lekin ma'noda nim chiqdi? M chiqdi ma m. M miyaga kirdi. 0 ga m ni qo'ysak, ta'tur teng miyaga nim kirdi? M kirdi. Andan keyin ma for loop yana bir ma'noda aylangandan keyin ma birdan decrement'te birini oldi. 22 dan birini ilibdi. 21 oldu chaqda maya 21 oldu. 21 olsa 21-chi element nima? Ay. Yana bir takrorlandi. 20-chi element D. Chunki men qo'shilib mangdim bu. Qo'shilib mangandan keyin eng oxiri ta'tur chiqdi degan gap. Tushunamizmi? Mana eslendimi? Ma shaklni biz qanday yozib olsak bo'ldi? Ma shaklni ikkisi o'xshash bo'lib qolsa qanda? Manda yozib olsak bo'laverdi demakchi. O'xshash ikkisi. Hozir meni besib chiqarsam hemen besib chiqamdim daqa. Ta'tur. Mana qaranglar buni. Ta'tur chiqadi. Har qanday tekst yozsak, shuning ta'turini chiqarib turdi demakchi. Mesela İngilizce yazsaqmi? Hello world desak, bunun ta'turisi nima bo'ldi? Mana ta'turisi bo'ldi. Ta'turisi bunday chiqarib turdi. Tushunaldimi? String reverse deydi, reverse English reverse deydi. Qaysi tilga pishib qo'ysanglar, shuni ishlatsangiz bo'ldi demakchi. Endi yana bir misol. Chunki misolni qancha qilib bersam, sizning tushunishingiz foydasi bo'ldi. Mushuningdan qanda nayt ko'p so'ralgan bir misol bor. Palindrome deydi. Buni palindrome deydi. İngilizce. Palindrome, so'zning palindrome mu emasmi-ligini ayirib turgan bir nima yoz deydi. Palindrome nima desanglar? O'ng taraflar o'qisimi, ta'tirda o'qisimi o'xshash o'qiladigan so'zlar palindrome bo'ldi. Buni palindrome string deydi. Yoki text nima deb o'ylasanglar. Masalan, Qozoq bo'lsa, qozoqni o'ngda o'qisanglar qozoq, so'lda o'qisanglar qozoq, shunaqmi? Yana qanday so'zlar bor? Yana isim kelmaydi-da, masalan, qo'ltiq. Yani bu qo'ltiq nomaydi. Masalan, qapoq deyli. Qapoqni o'ngdan o'qsaqmi, so'ldan o'qsaqmi qanday? O'xshash demakchi. Tek xohlagancha o'zimiz to'qvasak bo'ldi-ku mana. Masalan, yuy deganmi qanday? O'ngda o'qsaqmi, so'lda o'qsaqmi qanday? O'xshash bildirdi demakchi. Bir so'z yozsak, shu so'zningki palindrome emasmi, shuni bir qanday ayriysa deb so'rash mumkin. Buni qanday ayriymiz desanglar? Masalan, scanner qilay bir so'z yoz debchi. Masalan, scannerga men miyaga inde biz qo'ysam da hayron qolgansiz. Bu sim nim bo's munosabati yo'q, buni o'zgarmaydi. Masalan, men Urumchi deb yozib qo'yay. Urumchi new scanner. O'xshash. O'zingizlar darslikni to'liq ko'rmaysizlar, andan keyin tushunmagandikinlar, nima ish qiladi deb so'rayotgansizlar. Shunga ba'zanlar javob qaytarmadim. Scanner. Qanday? Masalan, bir so'z yozing. Yoki buning inglizchasi nima? Enter a word. Shunaqa?
Ba'zi kompüter bekishlik qiladi. Kodmuş tertip liniya bo'yicha bir qurib bo'yicha mang'uzda. Mesela ben üstü qiysak bulavurda bek çoğun fark yok. Bir söz bolsun ha. Mesela o sözün qanday yazı string ulash kerak bir sözünü kirgizish uchun shunaqa qo'y. O string soliq ma'lumot tipi string. Int deb qo'ysa qolmaydi. Intning boshqa. Mesela ash söz deb qo'yay. Söz nimidan scanner class o'rgandik-ku. Urumchi next line. İsmi Urumchi go, ma'ning ismi nim deb qo'ysam muhim emas-ku. Hamda mush söz biz mush kirgizgan söz, mushak saqlab oldik shunaqa söz deb. Mush palindrommi emasmi degani qanday hukm qilamiz deganda. Biz eng avval ta'turini besib chiqarib olamiz. Diqqat qilinglar, buning logikasi. Ash mush so'zning ta'turisini besib chiqarib olamiz. Agar mush so'z bilan ta'tur so'z ikki string teng bo'lib qolsa, bu söz palindrom. Logikasi shu. Teng bo'lmasa palindrom emas. Ya'ni o'ngdan o'qisimi, ta'tursidan o'qisimi teng bo'lib qolsa, ikki qanda palindrom demekçi. Bunun uchun oldingi misol bilan o'xshash foydalanamiz. Şu oldingi misolni balda so'zlab o'tdim. Hamda qanday o'xshashdan qanday bir ash so'zdan ta'tur söz. Nima deb isim qo'yasan bularda? Bu null shaklda qanday qurib oldim ta'tur so'z deb. Keyin kirgizma ta'tursini. Bu o'pma o'xshash bo'ldi. For loop ishlatma. Birinchisi qanday? Ay nimadan boshlandi? Eng oxirgi harfidan boshlandi. Eng oxirgi harfi mushuning birinchi so'z bo'ldi. Shunaqa. So'zningki qanday length olamiz 1. Shunaqa. Bu ay nagicha 0-indeksgacha. Decrement oldu bu chaqda. İnsan dostumuş palindrom bo'lib qolsa, cho'qim decrement ishlatamiz. Chunki birdan kichiklaydi-ku, olamiz-ku birni. Ta'turini tepib chiqish uchun. Shunga ma ta'tur so'z iliverdim, men tushundirmayman. Oldin misol deb tushundirdim. Ana so'zningki char at. Mana. Hozir ma so'zning ta'turini topdim hozir. Ta'tur so'z ma'noning ta'turidan. Hamda if statement bilan lam qanda. If statement bilan agar mush ta'tur so'z ash nimaga teng bo'lib qolsa equals. Hamda qarasanglar, ba'zilik so'zning cho'ng kichikligiga o'xshamaydi shunaqa. So'zning cho'ng kichikligiga o'xshamaydi. Masalan, miyaga qapoq deganni birinchi olib q ni ma qapoq deganni cho'ng harf bilan yozib qo'ysam, ma farq qilib qo'yg'achqa men equals yoki ignore case. Ignore case degani qanday? Case deganda cho'ng kichikligiga pisand qilma demakchi. Uni diqqat qilma demakchi. Equal deb qo'ysam bo'ldi. Agar ash ta'tur so'z mush so'zlikdan bo'lib qolsa, asldagi so'zlikdan bo'lib qolsa, qanday bo'ldi? Bu nima bo'ldi? This is palindrome. Bu so'z qanday? Palindrome. Yoki ash so'zni ifodalamoqchi bo'lsak qanday? So'z is palindrome. Qaysi so'zni kirgizgan bo'lsak? Agar unda bo'lmasa-chi, tangimiz qanday? So'z nima emas? Is not emas degan gap ham inglizchadagi. Palindrome. Mana. Amma mang'uzimiz. Bir so'z yezang interword. Shunaqa mana. Bir so'z yezang ma'qul ijro bo'ldi. Endi biz mush scanner bo'lgandan keyin bir nim yozmoqcha keyingi kod ijro bo'lmaydi. Qaysi so'zni yozay? Masalan, mushuk deb yozay. Mushuk. Mushuk palindrommi? O'ng bilan so'lni o'qib tang ma'no olamda? Yo'q. Palindrom emas. Shunga bu qanday qilish kerak? Mushuk is not palindrome deb chiqish kerak. Bu biz yozgan kodimiz xato chiqadi. Mushuk is not palindrome. Qanday? Demak, yozgan kodimiz to'g'ri. Ham biz palindromdan birini yozaylik. Masalan, qulub dey. Qulub degan palindrom shunaqa. O'ng manda o'qsaqmi, o'ng o'qsaqmi qulub, so'l o'qsaq palindrom bo'lmaydi ekan. Pulub bo'lib qoldi ekan. Shunga
is not palindrome. Unda palindrome mesela Xo'p, o'qib qo'y, men palindromga yo'q. Men yo'qdilan bir yasadim, men o'ng bilan so'l tang oldigan demoqchi. Manda o'qsaqmi xo'poq, manda o'qsaqmi xo'poq. Poq bo'lib qoldi-da. Okay. This is palindrome. Bu palindrome shunaqa. Masalan, qapoq o'zcha. O'ng o'qsaqmi qapoq, so'l o'qsaqmi qapoq. Bu palindrome. Shunga bu qanday chiqish kerak? Voy. Qapoq. Qapoq is palindrome deb chiqish kerak. Tushundinglarmi? Endi eng oxirgi misol, yana bir misol deydi, ya. Shuning bilan texnik tushunib ketinglar loopni. Davomli for loop ishlatyapmiz, chunki odat for loop ishlatamiz. While loop, do while loopni ishlatish bek oz, ya. Ishlatmasliklar mumkin, lekin o'rganib qo'yinglar. Mushnimi? While loop bilan qig'il bo'ldi hamiyatda. O'xshash, almashtirsak ham bo'ldi. Mani ustiga chiqiriblam. Masalan, men mani o'zgartirsam, while loop bilan o'zgartirib beraman sizga. Mushuni o'zini while loop qanday o'zgartirmaysanlar? Int mani ustiga chiqirib, mani tang qilib deb turib, while loopga qanday bir shart yozamiz. Bu shart mana bu shart shu. Manda bo'lish kerak shunaqa. Andan keyin mani miya yozamiz. Andan keyin qanday ayni increment miya yozib qo'yamiz. Bo'ldi, o'xshash mashqisi o'xshash. For bilan, lekin men for biraqlam hamman bir ichiga manda redlik yozilib bo'lg'achqa. Men manda for loop ishlatdim. Ham ko'pincha odam for loop ishlatadi. Eran qilmoqchim.